Hozir Hasanboydan srochniy uchastka sotuvga qo'yilgan 308 sotuv narxi 80 ming bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Огород ko'rasizlar ham kattagina огород, har xil daraxtlar ekib qo'yishgan, paliflari ham tayyor. Bu yoqda o'ri ikkitalab giloslar. Xonalarni tez tanishtirib ketaman. Kotelniy xonasi, zinadan bundoq chiqqanda oshxona. Ozgina kosmetik ishlari qolgan. Atapleniya santexnikalari bo'lgan. Oshxona alohida, xonalarga alohida kiriladi. Bu yoqni ko'rsatay. Bu birinchi xona. Oshxonadan tashqari birinchi xona bo'ladi. Svetlarni yoqib o'tirmadim. Bu yoqda sanuzel, dushovoy, hojatxona, kir mashina qo'yish uchun ham sharoitlari bor. Rakminalari ham tayyor holatda turibdi. Mana bu ikkinchi xona bo'ladi. Faqat oyoqni tegib yo'li tark ekan. Bu xona yaxshi bo'ladi, yomon emas. Yurganda mehmonxonada tepaga plastik qoqib, devorni aboy qilib, oyoq tegini tark etqizsanglar bo'ldi. Mana bu oxirgi xona bo'ladi. Hasanboy postidan 1 kilometr ham chiqmasa kerak. Shunda birinchi ko'cha chapga ko'cha keladi. Ana shu ko'chadagi mahalla. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalda. Darvozaxonani ko'rasizlar, eniga, kengligi 3 metr bo'ladi. Mana shu darvozaxonadan kirib kelinadi. Fasadi yo'ligi uchun, shuning uchun 80 mingga berib yuboramiz deyapti. Egalar nomeri opisaniyada, aniq lokatsiyasi Telegram kanalda bo'ladi. Telefon qilib baraka qilinglar.